qizlar, nima gap Jamila? Shunaqa bir shoshqaloqsan, tez keldi. Mana Jamila Sora kelsa gapiraman deganing keldi. Nima gap endi? Gapir. Qizlar, xullas sizlarga yangiligim bor. Xo'sh. Men erga tegyapman. Qachon? Zo'r. 20-da to'y. Rustamgami? Yo'q. Furqatgami? Yo'q. Ikromga. Voy, Ikrom? Jamila bizdan Ikromni yashirgan shekilli. Yana kimlarni yashirgan edi? Ikrom kim u, Jamila? Qizlar, xullas oyimni yaqin qarindoshi ekan. Rostini aytsam, bozorda ozgina yigitlar bilan gaplashganimni oyimga aytib qo'yishibdi. Endi ne kulasizlar? Endi uyimdagilar qo'yardi qo'ymasdan uzatib yuborishgan. Atamni ham, avazni ham bilishibdi-da, uyindigilar. Furqatni ham bilishibdi. Kulmanglar. Menga qara. Bu yil sen o'qishga topshirsang kerak deb o'ylagandim, lekin Pul topib yuribdi-ku. Pul topib yurgan odamga o'qish nimaga kerak, to'g'rimi? Esinglardami? Uchalamiz o'tgan yil zo'r o'qishga topshirgandik. To'g'ri. Bu yil shart emas. Qizlar, oyimchi bu yil ham o'qishga kirasan deb rosa gapiryaptilar. Men aytdim, pul topyapman, o'qishga kirmayman deb urishib berdim, to'g'rimi? To'g'ri. Qizlar, to'g'risini aytaymi sizlarga? Menga qolsachi, onam bilan